Qadrli do'stlar, o'tgan darsimizda Python variables haqida gaplashgan ekanmiz. Hop, bugundan ikkinchi joydan davom ettiramiz. Hop, mana variables. Keyingisi variables name, ya'ni o'zgaruvchilarning nomlari. Bilamizki, hamma narsani insonda ham, jismlarda ham ismi bor, ya'ni nomi bor chaqiriladi. Masalan, qo'limdagi kompyuter yoki telefon yoki chashka va hokazo. Xuddi shunday. Dasturlash tillarida ham o'zgaruvchilar nomlari bilan murojaat qilamiz. Xo'p, variable names, ya'ni o'zgaruvchi nomlari. Qanday nomlash qoidalari? Rules for Python variables, ya'ni Python o'zgaruvchilar uchun qoidalar. A variable must be start with a letter or the underscore character, ya'ni harf bilan yoki pastsizcha bilan boshlanishi kerak. Oddiy raqam bilan yoki boshqa narsa bilan boshlana olmaydi, yoki harf, ingliz harflari yoki pastki chiziq, ingliz harf yoki pastki chiziq bilan boshlanadi. A variable name can start with a number, ya'ni raqam bilan boshlana olmaydi. Ikkinchisi can only contain alphanumeric, ya'ni alphanumeric degan A dan Z gacha, 0 dan 9 gacha va pastgacha, mana shu 3 xil, ya'ni harflar, raqamlar va bitta pastgacha qatnashishi mumkin. Masalan, panjara, kuchukcha degan belgilar qatnasha olmaydi. Variable name case sensitive. Buni aytdik. Case sensitive degani katta bilan kichkinaning farqi bor. Mana oddiy myvar bilan mana myvarning farqi bor. Xo'p. Python keywords degan, masalan, Pythonda ichida o'zi int degan so'z bo'ladigan bo'lsa yoki print degan, print teng 10 deb print degan element e'lon qila olmaymiz, shuni aytayapti. Xo'p, illegal degani noqonuniy variable nomlari, mana 2 myvar 2 bilan boshlanib bo'lmaydi dedik. Bu ko'rib turibsizlarki, past chiziq emas, o'rta chiziq. Myvar o'rtasi ham bo'linib qolgan, o'rtasi bo'linishi ham mumkin emas. Shu bilan variable names degan darsimiz tugadi. Keyingi videoda davom ettiramiz.